Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Malyarkani yangi boshlagan ukalarimizga kichkinagina video darslik qilamiz. Videomiz yoqsa bittadan like bosasizlar, bittadan obuna tugmachasini bosib ketinglar. Malyarkani o'sha yangi boshlagan ukalarimizga bitta kichkinagina master class chaqirib beraman. Yoqsa kommentariyaga 5+ qo'yib ketinglar. Bo'lmasa boshlaymiz video roligimizni. Xo'sh. Malyarkani yangi boshlagan ukalarimiz uchun bitta kichkinagina video darslik. Mana har doim mana shu bitta obyektga borganlardan keyin bitta xonaga tushasizlar. Mana 4 kishi bo'lsa, 4 kishi ikkita xonaga ikkitadan bo'lib tushib bo'ladigan bo'lsa, ikkita u yoqqa, ikkita bu yoqqa. Masalan, bitta xonaga 2 tushadigan bo'lsa, bitta bola обязательно ishga tushishdan oldin dastlab bitta mana bu shkaturkamizni bitta shipirib olish kerak buni. Tozalab, bir kishi shipirib tozalab olgandan keyin, changi chiqib ketgandan keyin обязательно to'rtla burchagimizga 15 santimetrdan shpaklovka tortib chiqish kerak. 4 ta burchakka. Xuddi mana shu shaklda emas. Men tortib qo'yganda shaklda emas, faqat bir tomonga. Bir tomonga. Uyimizda 4 ta burchak bo'ladigan bo'lsa, 8 yonboshi bo'ladi mana. 8 ta yonbosh bo'ladi. 4 burchak bo'ladi, 8 yonbosh bo'ladi. Mana 1 burchak, 2 burchak, 3 burchak, 4 burchak. Bitta xonada 4 burchak bo'ladigan bo'lsa, 8 ta yonbosh bo'ladi mana. Qarang mana. 1 yonbosh, 2 yonbosh. 3 yonbosh, 4 yonbosh, 5, 6, 7, 8. 8 ta yonboshi bor. 4 ta yonboshiga 15 santimetrdan polностью tortib chiqinglar. Tortib chiqqanlardan keyin xuddi shuni tortganingizdan keyin mana shu eski shpaklok, ortgan shpaklokani tortib qo'yganmiz bu yerga. Burchagida mana shunday qir bo'lib chiqadi. Bu videomiz o'sha qir chiqarish video darsligimiz. Video darsligimiz shu qir chiqarishda xullas qilib ichki burchak, tashqi burchak bularni akkuratni gladkiy qilib chiqarishda bitta fishkasini ko'rsataman sizlarga. Hozir mana 15 santimetrdan polностью tortib chiqasizlar. Uyda patologiyadan polni yergacha, polgacha tortgandan keyin o'sha bir tomon qatadimi, qatgandan keyin ikkinchi tomonni tortasizlar. Ikkinchi tomonni tortganingizdan keyin mana shunday burchak chiqadi mana. Ichki burchak. Bu tomon qurigan bo'ladi, bu tomonimiz yangi bo'ladi mana. Bu tomonimiz yangi hali. Bu hali shpaklokamiz qo'lda turibdi, chiqyapti. Xo'sh, mana holat ko'rib turibsizlar. Shpaklokamizni. Mana devorimiz holatini ko'rib turibsizlar. Mana shu holatda edi mana. Devorimiz holati mana shu. Xudo xolosa shu videomizda davomida bitganini ham tashlaymiz. Hozir bitgani shu videoga ulab yuboraman, rolikka ulab tashlayman. Xo'sh, mana xonamizdan bitta mana ko'rishlar mumkin. Patologiya tortib bo'ldim, xudo xolosa. Mana ko'rishlar mumkin. Burchaklarimizni alohida e'tibor berib qo'yasizlar mana. Burchaklar nima deyapti? Ichki burchak, tashqi burchak, arkozimiz cheti. Xohlagan joyingizni ko'rsatishim mumkin. Xohlasangiz tepani ko'rsataman, xohlasangiz bu yonboshni ko'rsataman, xohlasangiz romni ko'rsataman. Mana burchaklar. Hech qanaqangi o'sha hali chiroyli bo'lib turgan joyda video qilyapti deyish yo'q bizda. Shu borini ko'rsatamiz. Borini bor deymiz, yo'g'ini yo'q deymiz. Mana patologiyamiz qanaqa holatda edi, qanaqa holatga keldi, mana ko'rishlar mumkin. Patologiyamiz birinchi dastlab qanaqa holatda edi, ikkinchisi qanaqa holatga keldi mana. Alohida e'tibor bilan qarorlasizlar mana, ko'rishlar mumkin. Alohida e'tibor bilan shoshilmasdan. Mana burchaklarimiz. Xo'sh, nima deymiz endi? Shu videomiz yoqsa, shu kommentariyada 5+ qoldirib ketinglar, bo'lmasa xo'sh, nima deymiz endi? Shu 5+ qoldiringlar yetadi shu. 5+ qoldirsanglar kommentariyaga kirib turib 5+ qoldirib qo'yinglar. Shuni o'zi kifoya bizga. Videomiz shu yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib, obuna tugmachasini bosib tashlashni umid qilamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.